Hürmetli tanışaşı, hürmetli avuldaşlar, toğanlar, mene isketkeş motor günlerinin birisi kelip жетті. Böyle күнгіліп тұрды да. Bizning avulımızның tag'in bir yulduzi qolindi deb aytasam keladi. Ол Лениннің өзіне қарағанда біздің avuldaşlarımız үшін isketkeş zor mucize bo'lak deb aytasam keladi. İcatı bilen, o'zining tirishchiligi bilan ol kelib kirdi. Men uni olib keldim, lekin u jilab meni bir shotikov chaqira, meni olib kelding de, Lenin de jilab keldi de, sog'dan avvalga qaytib ketam deb aytadi. Bar olib kel Imushovni deb aytdim de, ruxsat etsa qaytarsin deb, u mening jonga kelmadi deb qo'rqqandir. Lenin, ijoting zo'r sening. Sen yashali 55 yash ol bir narsada tugul. Sen hali ijod etasi, sen butun yuqtimda bo'lgan ularni aytib ketdilar endi. Bilasizmi, sening ijoding nechaqda bo'lsin? Mana bu yil ko'pmi qor yog'di. Mana shuning xatti bo'lsin. Oq, chista bo'lsin, motor bo'lsin, uydan shekilli. Gullab yasha. Mana degan ulug' bor, mana degan simyang bor. Sizga pek zo'r baxtlar tilayman. İcadi uğurlar dilerim Lena. Birge bo'lib, birge yürüyüz, sen bizning kirishimlar için zor bo'lak.